mana shu langar buyumlarni mozorlarini to'g'risida qishlog'imizda ancha oqsoqollari, musafirlar ko'p rivoyatlarda aytishgan. Ya'niki Alloh taolo shu kishimni aziz qilib qo'ymasa, shu maqbara bizga hozirga qadar saqlanib kelmas edi. Alloh taolo aziz qilganligi uchunki shu yerda, shu qishloqlarimizda yashab o'tgan bizdan oldingi avlodlar ham mana shu yerga ziyorat qilib, mana shu joylarda qarab, tozalab kelishgan. Allohga shukrlar bo'lsinki, mana 2003-yilda shu qishlog'imiz ahliga mana shuni qayta ta'mirlash nasib qildi. Bundan biz ham qishloqlar, ham yurtlarimiz hammamiz minnatdor bo'lishimiz kerakki, bunday ishlar 100 yilda, 200 yilda bir marta bo'ladigan ishlar. Shu mana shu qishlog'imizda ahlilarning baxtlari bor ekanki, mana shunday aziz joylarga xizmat qilish siz bilan bizlarga sazovor bo'ldik shu ishlashga shu yerda. Qishlog'imizda ahli nihoyatda ahilligini mana shu yerdan bilsak bo'ladiki, mana shu ishni boshlashdan toki mana shu 45 kunda bitirilgan bo'lsa, qishlog'imizda qancha insonlari mana shu yerda ishlashga, hech bo'lmasa shu yerga kelib xormanlar deyishga sazovor bo'ldilar. Ya'niki hammamizni bir yaxshi niyatda yuragimizdan shunday ishlarga aytilsa, Alloh taolo bizga ko'p ajrlarni ato etar ekan. Gapni indalloh shuki, mana shu yerda ishlashga, shu yerda qilishga qatnashgan, shu qatnashalmagan bo'lsa ham xonadonlarida dillaridan xursand bo'lib o'tirgan kishilarga, hammalariga, ham qishloqlarimizga men chin dilimdan, yuragimdan rahmat aytaman. Dünyana arzimas fido bo'lishga, banda sen urinma xudo bo'lishga. Bu dünyana arzimas fido bo'lishga, banda sen urinma xudo bo'lishga. Her neki takdirdir Allah'tan bo'lana, shohmisan tayyor tur gado bo'lishga. Har neki taqdirdir Allohdan bo'lana, shohmisan tayyor tur gado bo'lishga. Oylikka inonma, omonatdir u. Baxt qushul kutmagil, hikoyatdir u. Chinakam davlatu obro' istasang, sabru toqat mehnat qanoatdir u. Chinakam davlatu obro' istasang, sabru toqat mehnat qanoatdir bu. Fikirlerimizi rahmet etsin, kovallarımızı salavat etsin. Hürmetillah'ta kelgen bu tilahlarınızı Allah Teala versin, ömürler medet basısınlar, ömürlerin uzak olsun, rızkıların beler tutsun, bollarınızı başlayınlar. Allahu Ekber, rahmet yaşayın.
Görmesli cilveger ötüp ketedi. Nefs yaman hileger yutib ketedi. Görmesli cilveger ötüp ketedi. Nefs yaman hileger yutib ketedi. Mert bo'lgin mertlerge külenedi talih. Egilseng bu zaman tepip ketedi. Mert bo'lgin mertlerge külenedi talih. Egilseng bu zaman tepip ketedi.